Bugungi onlayn darsimiz biznesni tadqiq etish usullari faniga bag'ishlangan. 11 mavzuni o'tamiz. 11 ma'ruzamiz nomi firmaning biznes faoliyatini strategik rejalashtirish. Bu ma'ruzamiz ikkita savoldan iborat. Birinchi savolimiz firmaning biznes faoliyatini strategik modellashtirish va uning xususiyatlari. Ikkinchi savolimiz marketing nazoratini amalga oshirish. Birinchi savolni ko'rib chiqamiz. Firmaning biznes faoliyatini strategik modellashtirish va uning xususiyatlari. Firmaning biznes faoliyatini strategik modellashtirish bu korxonaning uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash, risklardan samarali foydalanish hamda tashqi va ichki muhit omillarini hisobga olgan holda raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan tizimli jarayondir. Mazkur jarayon kompaniyaning missiyasi, maqsadlari va ustuvor yo'nalishlarini belgilashdan boshlanadi hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish bilan davom etadi. Strategik modellashtirish orqali firma o'z faoliyatining turli ssenariylarini oldindan ko'rib chiqadi. Bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga moslashuvchan javob qaytarish imkoniyatiga ega bo'ladi va risklarni minimallashtirishga erishadi. Strategik modellashtirishning asosiy mohiyati shundan iboratki, u korxona faoliyatini yagona tizim sifatida ko'rib chiqadi va barcha funksional yo'nalishlar, ishlab chiqarish, marketing, moliya, kadrlar boshqaruvi kabi sohalarni o'zaro bog'liqlikda tahlil qiladi. Bunda turli analitik usullar, jumladan SWOT tahlil, PEST tahlil, BSG matritsasi kabi vositalardan foydalaniladi. Ushbu usullar yordamida firmaning kuchli va zaif tomonlari, tashqi imkoniyatlar va tahdidlar aniqlanadi hamda strategiya qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan axborot bazasi shakllantiriladi. Firmaning biznes faoliyatini strategik modellashtirish bir qator muhim xususiyatlarga ega. Avvalo, u uzoq muddatga yo'naltirilgan bo'lib, qisqa muddatli natijalardan ko'ra barqaror rivojlanishni ustuvor deb hisoblanadi. Ikkinchidan, bu jarayon kompleks xarakterga ega, ya'ni u iqtisodiy, tashkiliy, texnologik va ijtimoiy omillarni birgalikda hisobga oladi. Uchinchidan, strategik modellashtirish moslashuvchanlik bilan ajratib turadi. Chunki bozor sharoitlari tez o'zgarib borayotgan zamonaviy iqtisodiyotda qat'iy rejalarga tayanish yetarli emas, balki vaziyatga qarab strategiyani yangilab borish talab etiladi. Shuningdek, strategik modellashtirish innovatsion yondashuvni talab qiladi. Firma yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish orqali o'z
raqobat ustunligini mustahkamlash lozim. Bu esa o'z navbatida ilmiy texnik salohiyatidan samarali foydalanishni va bozor talablarini chuqur o'rganishni taqozo etadi. Bundan tashqari, strategik modellashtirish qaror qabul qilish jarayonida yuqori jarayondagi aniqlik va asoslanganligini ta'minlaydi, chunki u turli asoslanganlikni ta'minlaydi, chunki variantlarni taqqoslash va eng maqbul yo'l tanlash imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, firmaning biznes faoliyatini strategik modellashtirish zamonaviy boshqaruv tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. U korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlash, raqobat muhitida barqaror o'rin egallash va resurslardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan ilmiy asoslangan yondashuvni ifodalaydi. Marketing nazoratini amalga oshirish degan ikkinchi savolimizga o'tamiz. Marketing nazoratini amalga oshirish korxona boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U marketing faoliyatining samaradorligini baholash, rejalashtirish, ko'rsatkichlardan o'qishlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha zarur choralarni ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Zamonaviy bozor sharoitida raqobatning kuchayishi, iste'molchilar talabini tez o'rganishi va tashqi muhitning beqarorligi marketing nazoratining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu sababli marketing nazorati nafaqat natijalarni baholash vositasi, balki strategik boshqaruvning muhim element sifatida ham namoyon bo'ladi. Marketing nazoratining asosiy mohiyati bu korxonaning marketing faoliyati natijalarini oldindan belgilangan maqsad va rejalar bilan taqqoslashdan iborat. Ushbu jarayon orqali korxona o'zining bozor faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarni aniqlaydi, resurslardan foydalanish samaradorligini baholaydi va kelgusidagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi. Marketing nazorat rejalashtirish va amalga oshirish jarayonlari o'rtasida bog'lovchi bo'g'in bo'lib xizmat qiladi. Marketing nazoratini amalga oshirish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat. Birinchi bosqichda baholash mezonlari va standartlar belgilanadi. Bu ko'rsatkichlar miqdoriy va sifat jihatlariga ega bo'lishi mumkin. Masalan, sotuv hajmi, foyda, rentabillik darajasi, bozor ulushi miqdoriy ko'rsatkichlarga kiradi. Mijozlar qoniqish darajasi va brend obro'si esa sifat ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ikkinchi bosqichga marketing faoliyati natijalari bo'yicha ma'lumotlar
yig'iladi. Bu ma'lumotlar ichki hisoblar, marketing tadqiqotlari, mijozlar fikri va tahlil axborotlar asosida shakllantiradi. Uchinchi bosqichda olingan natijalar belgilangan standartlar bilan taqqoslanadi va mavjud o'qishlar aniqlanadi. Ushbu o'qishlarning sabablari chuqur tahlil qilinadi. Bu tahlil orqali muammolar manbai aniqlanadi va ularni bartaraf etish yo'llari ishlab chiqiladi. To'rtinchi bosqichda esa aniqlangan kamchiliklarni tuzatish va faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Marketing nazoratining bir necha asosiy turlari mavjud. Ulardan biri yillik rejalar bajarilishini nazorat qilishdir. Bu nazorat turi korxonaning joriy faoliyatini baholashda qaratilgan bo'lib, unga sotuvlar hajmi, bozor ulushi, marketing xarajatlari va foyda ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Bu orqali korxona o'zining qisqa muddatli maqsadlariga erishish bajarishi aniqlaydi. Yana bir muhim tur foydalilikni nazorat qilish hisoblanadi. Ushbu nazorat orqali turli mahsulotlar, bozor segmentlari, sotuv kanallari yoki hududlar kesimida rentabellik darajasi aniqlanadi. Bu esa korxonaga qaysi yo'nalishlar foydali, qaysilari esa zarar keltirayotganini ko'rsatadi va risklarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Marketing samaradorligini nazorat qilish ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon reklama kampaniyalari, savdoni rag'batlantirish tartiblari, distributsiya kanallari va savdo xodimlari faoliyatining samaradorligini baholashni o'z ichiga oladi. Natijada qaysi marketing vositalari eng yuqori natija berayotganligini aniqlanadi. Strategik marketing nazorati esa korxonaning marketing strategiyasi tashqi muhit talablariga qanchalik mos kelishini baholaydi. Bu nazorat turi marketing auditi orqali amalga oshiriladi. Marketing auditi bu korxonaning marketing muhitini, strategiyasini, tizimlarini va faoliyatini har tomonlama tizimli va mustaqil tahlil qilish jarayonidir. Marketing nazoratini samarali tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalarining roli katta. Xususan, CRM tizimlari, analitik platformalar va raqamli marketing vositalari orqali real vaqt rejimida ma'lumotlarni olish va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi va aniqligini oshiradi. Shuningdek, marketing nazoratida inson omili ham muhim o'rin tutadi. Malakali mutaxassislar tomonidan olib borilgan tahlillar va baholashlar natijadorlikni oshiradi. Xodimlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirib borish marketing nazoratining samaradorligiga
bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, marketing nazorati korxona faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, u orqali bozor sharoitlariga moslashib, raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin. To'g'ri tashkil etilgan marketing nazorati tizimi korxonada o'z faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirib borish imkonini beradi. Firmaning biznes faoliyatini strategik rejalashtirish zamonaviy iqtisodiy sharoitida tashkilotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi eng muhim boshqaruv vositalaridan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar o'z faoliyatini nafaqat joriy vazifalar asosida, balki uzoq muddatli istiqbollarini hisobga olgan holda tashkil etishlari zarur. Aynan strategik rejalashtirishning bu jarayonda muhim o'rin tutadi, chunki u korxonaning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlab beradi. Strategik rejalashtirish tushunchasi keng ma'noda firmaning uzoq muddatli maqsadlarini belgilash, resurslarni samarali taqsimlash, tashqi va ichki muhit omillarini chuqur tahlil qilish hamda raqobat ustunliklarini shakllantirish jarayonini anglatadi. Ushbu jarayon korxona faoliyatining barcha yo'nalishlarini qamrab oladi va ularni yagona strategik maqsad sari yo'naltiradi. Bozor sharoitida faoliyat yuritayotgan har qanday firma uchun strategik rejalashtirishning asosiy vazifalaridan biri bu noaniqlik darajasini kamaytirishdir. Iqtisodiy muhitning tez o'rganuvchanligi, texnologik taraqqiyot, raqobatning kuchayishi va iste'molchilar talabining o'zgarishi korxonalarning doimiy ravishda o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur etadi. Shu sababli strategik rejalashtirish jarayoni doimiy va uzluksiz bo'lishi kerak. Firmaning strategik rejalashtirishning tizimi bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich bu tashqi muhitini tahlil qilishdir. Tashqi muhit omillari qatoriga iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va texnologik omillar kiradi. Ushbu omillar firmaning faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, iqtisodiy inqiroz davrida iste'molchilar daromadining pasayishi mahsulotga bo'lgan talabni kamaytirishi mumkin. Ikkinchi bosqich ichki muhitini tahlil qilishdir. Bu bosqichda firmaning resurslari, imkoniyatlari va cheklovlari o'rganiladi. Ichki tahlil
orqali korxonaning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Bu esa o'z navbatida strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Strategik rejalashtirishning keyingi bosqichi bu maqsadlarni belgilashdir. Maqsadlar aniq o'lchab bo'ladilar. Erishish mumkin bo'lgan va vaqt bilan chegaralangan bo'lishi kerak. To'g'ri qo'yilgan maqsadlar korxona faoliyatining samaradorligini oshiradi va xodimlarni umumiy natijaga erishish yo'liga birlashtiradi. Shundan so'ng strategiyalar ishlab chiqiladi. Strategiya bu korxonaning o'z maqsadlariga erishish yo'lida tanlagan harakatlar tizimidir. Strategiyalar turli darajalarda ishlab chiqiladi. Korporativ, biznes va funksional darajalarda. Har bir darajadagi strategiya o'ziga xos vazifalarni bajaradi va umumiy strategik yo'nalishni qo'llab-quvvatlaydi. Korporativ darajadagi strategiya butun korxona uchun umumiy rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Bu darajada diversifikatsiya, integratsiya yoki qisqartirish strategiyalari tanlanishi mumkin. Biznes darajasidagi strategiya esa alohida bozor segmentlariga raqobat ustunligini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Funksional strategiyalar esa marketing, moliya, ishlab chiqarish va kadrlar boshqaruvi kabi yo'nalishlarga ishlab chiqiladi. Strategik rejalashtirish jarayonining muhim elementlaridan biri bu SWOT tahlil. Ushbu tahlil yordamida firmaning kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari aniqlanadi. SWOT tahlil strategik qarorlar qabul qilishda muhim analitik vosita hisoblanadi. Shuningdek, strategik rejalashtirishda raqobat muhitini tahlil qilish ham katta ahamiyatga ega. Raqobatchilar faoliyatini o'rganish, ularni kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, bozordagi o'rnini baholash firmaning o'z strategiyasini to'g'ri shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayonda Porterning 5 kuch modeli keng qo'llaniladi. Strategik rejalashtirishning samaradorligi ko'p jihatdan uning amalga oshirishda bog'liq. Eng mukammal strategiya ham to'g'ri amalga oshirilmasa, tutilgan natijani bermaydi. Shu sababli strategiyani amalga oshirish jarayonida nazorat va baholash mexanizmlari muhim o'rin tutadi. Nazorat jarayonida rejalashtirilgan ko'rsatkichlar bilan erishilgan natijalar taqqoslanadi va zarur holatlarda tuzatishlar kiritadi. Bu esa strategik rejalashtirish jarayonining moslashuvchanligi ta'minlaydi va o'zgaruvchan sharoitlarga tezda javob berish imkonini yaratadi. Zamonaviy sharoitda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi strategik rejalashtirish jarayonida ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Axborot tizimlari va analitik jarayonda ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu platforma yordamida katta
hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa strategik qarorlar qabul qilish jarayonini yanada asosli va samarali qiladi. Shuning innovatsion yondashuvlar ham strategik rejalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Innovatsiyalar orqali firma yangi mahsulotlar yaratishi, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishi va bozor talablariga tez moslashishi mumkin. Bu esa raqobat ustunligini ta'minlashga muhim omil hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, firmaning biznes faoliyatini strategik rejalashtirish bu muqarrar, ko'p bosqichli va uzluksiz jarayon bo'lib, u korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi. To'g'ri ishlab chiqarilgan va samarali amalga oshirilgan strategiya firma uchun barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik va yuqori daromadlilikni ta'minlaydi. Strategik rejalashtirish jarayonining muhim jihatdan yana biri bu firmaning missiyasi va vazifasini aniqlanadi. Missiya kompaniyaning mavjudlik sababini, uning jamiyatdagi o'rni va asosiy faoliyat yo'nalishini ifodalaydi. Missiya odatda qisqa, aniq va tushunarli shaklda ifodalanadi. Unda firmaning asosiy faoliyati mijozlarga taqdim etilgan qiymat va asosiy tamoyillarga aks ettiradi. Strategik rejalashda muhim o'rin tutuvchi omillar biri bu resurslarni boshqarishdir. Har qanday firma o'z faoliyatini amalga oshirish uchun ma'lum resurslardan ega bo'lish kerak. Bu resurslar moddiy, moliyaviy, insoniy va axborot resurslariga bo'linadi.